Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Bugungi videomiz davomida siz bilan qondagi qand, ya'ni glukoza miqdori va uning organizm uchun ahamiyati va uy sharoitida glikometr apparati yordamida qondagi qand miqdorini o'lchashni o'rganamiz. Glukoza kimyoviy jihatdan monosaxarid uglevodlar guruhiga mansub bo'lib, yunoncha shirin degan ma'noni bildiradi. Glukoza bu mushaklar va miya faoliyatini ta'minlashda qatnashadigan yoqilg'i, ya'ni energiya manbaidir. Organizmda glukozaning faollashgan shakli glukoza 6 fosfat moddasidan ATF energiyasi hosil bo'ladi. ATF energiyasi esa organizmdagi a'zo va to'qimalarning ishlashi uchun sarflanadi. Bilamizki, odam organizmida har bir a'zo va to'qimaning o'z vazifasi bor. Misol uchun, yurak qisqarishi kerak, oshqozon ovqatni hazm qilishi kerak, buyraklar zaharli chiqindi moddalarni chiqarib tashlashi kerak va hokazo. Har bir a'zo o'z ish faoliyatini bajarishi uchun albatta ularga energiya kerak. Shu energiyani glukoza hisobiga hosil bo'lgan ATF energiyasi ta'minlab beradi. Demak, bundan ko'rinib turibdiki, glukozaning ahamiyati juda katta. Qondagi glukozaning 60% bosh miya hujayralari iste'mol qiladi. Demak, bosh miya energiyaga yuqori talabchan a'zo hisoblanadi. Glukozaning qondagi miqdori quyidagicha: katta yoshli sog'lom odamlarda 18-50 yoshdagi odamlarda 3,3 dan 5,5 millimol taqsim litrgacha, 51-60 yoshdagi odamlarda 4,2 dan 4,6 millimol taqsim litrgacha, 60 va undan yoshi katta odamlarda 4,6 dan 6,4 millimol taqsim litrgacha. Bolalarda 1 yoshgacha bo'lgan bolalarda 2,8 dan 4,4 millimol taqsim litrgacha, 1 yoshdan 5 yoshgacha bo'lgan bolalarda 3,3 dan 3,5 millimol taqsim litrgacha, 6 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan bolalarda 3,3 dan 5,5 millimol taqsim litrgacha. Qondagi glukoza miqdorining 3,3 millimol taqsim litrdan pastga tushishiga gipoglikemiya deyiladi. Glukoza miqdorining 5,5 millimol taqsim litrdan yuqoriga ko'tarilishiga giperglikemiya deyiladi. Uzoq muddat giperglikemiya holatidagi odamda qandli diabet kasalligi rivojlanadi. Qon va tana suyuqliklarida glukozaning haqiqiy miqdori juda kichik hisoblanadi. Misol uchun, 70 kilogrammli odamda 5 litr qon bor deb hisoblasak, 5 litr qon tarkibida 5 gram glukoza, ya'ni 1 choy qoshiq glukozaga to'g'ri keladi. Glukozaning katta qismi jigar va mushaklarda glikogen ko'rinishida zaxira holatda to'planib turadi va zarurat bo'lganda qonga chiqariladi. Qondagi qand miqdori ertalab och qoringa yoki ovqatdan 2 soatdan keyin o'lchanadi. Qondagi qand miqdorini o'lchash uchun oldindan tayyorgarlik ko'rish kerak. Bir kun oldin kechqurun og'ir, ko'p energiya hosil qiladigan ovqatlarni yemaslik kerak. Iloji boricha yengil, suyuq ovqatlarni yeyish kerak va bir kun oldingi kechki ovqatni ertaroq qabul qilish kerak. Ertalab och qoringa qand miqdori aniqlanadi. Uy sharoitida qondagi qand miqdorini o'lchash uchun mana shunday glikometr apparatidan foydalaniladi. Glikometrni quyidagi qismlari bo'ladi. Glikometrni elektron ko'rsatkichi qismi va qon tomish uchun mo'ljallangan sinov chiziqli chipi mana. Bu ignali lanset barmoqni teshish uchun va teshishda foydalaniladigan qurilmasi. O'zi
Qonni biz xohlagan barmog'imizda olishimiz mumkin, lekin eng qulayi bu nomsiz barmoq hisoblanadi. Buning uchun ignali lansetni igna ushlagich apparatga kiygizishimiz mumkin. Lekin bu ortiqcha vaqt sarflab bunga kiygizib o'tirish shart emas. To'g'ridan-to'g'ri o'zidan foydalansak ham bo'ladi. Birinchi bo'lib nomsiz barmoq uchini spirtli paxta bilan artib tozalab olamiz. Keyin quruq paxta bilan artib quritib olamiz. Keyin apparatimizni yoqish tugmasini bosamiz va qon tomizgichni apparatga kiritamiz. Qon tomizgichni apparatga kiritganda qon tomchi belgisi paydo bo'ladi. Keyin ignal lanset yordamida nomsiz barmog'imizni teshamiz va bir tomchi qon chiqquncha siqib tomizgichning uch qismiga qo'yamiz. Mana ekranda 5,8 millimol taqsim litr ko'rsatdi. Men 2-3 soat oldin ovqatlanganligim sababli menda 5,8 chiqdi. Keyin qon tomizgichni olib musorga tashlaymiz. Qon tomizgich bilan ignal lanset bir martalik ishlatiladi. Normada sog'lom odamlarda ertalab och qoringa glyukoza miqdori 3,3 dan 5,5 millimol taqsim litrgacha bo'ladi. Ovqatdan 2 soatdan keyin esa sog'lom odamda glyukoza miqdori 7,8 millimol taqsim litrdan past bo'lishi kerak. Qandli diabet oldi holati, qandli diabet xavfi bor odamlarda esa ertalab och qoringa glyukoza miqdori 5,6 dan 6,1 millimol taqsim litrgacha, ovqatdan 2 soatdan keyin 7,8 dan 11,1 millimol taqsim litrgacha bo'ladi. Qandli diabeti bor bo'lgan bemorlarda ertalab och qoringa qondagi glyukoza miqdori 6,1 millimol taqsim litrdan baland bo'ladi. Ovqatdan 2 soatdan keyin esa 11,1 millimol taqsim litrdan baland bo'ladi. Sog'lom odamda glyukoza ovqatlanish paytida ko'tariladi va ovqatlanib bo'lgandan keyin 2 soatdan keyin u normaga yaqin holatga tushishi kerak. Agar bu videomiz sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bizni kuzatishda davom eting va kanalimizga obuna bo'ling. Keyingi videomizda dumbadagi inyeksiyadan keyin paydo bo'lgan shishlarni qanday ketkazish kerakligini o'rganamiz.